Yegani yaratquchi Abduri Yarmuhammad Jaloliddin Planlag'uchi Sajiya Islom tadqiqot markazi Mas'ul muharrirlari Dr. Abdul Aziz Rahmatullah Abduvali Sayed Korrektor Abduvali Sayed Bat va muqovil lahiyalig'uchi A. Aqxon Ikkinchi bab Intizom dalili Koinotning yaralganligidan iborat bu haqiqat Xudoning mavjudligiga dalil bo'lganidek, koinotdagi qonuniyatlar, tartib, intizomlarmi Xudoning mavjudligining eng kuchli dalillaridandir. Yaratish dalili koinot va o'z ichiga olgan barliq shaylarning Xudo tarafidan yaralganligini muayyanlashtirish orqali Xudoning mavjudiyatini dalillasa, intizom dalili yaratquchini uning mavjudligi bilan qo'shib, uning yana mutlaq qudratga va mutlaq tadbirga ega ekanligini dalillaydi. Biz vahiy manbalariga murojaat qilganimizda Qur'onning eng ko'p ahamiyat bergan nuqtalaridan birining koinotning o'z-o'zidan mavjud bo'lib qolishini yoki uning tasaddubi paydo bo'lib qolishini kuchli inkor qilguvchi dalil bo'lgan koinotning intizomi, tartibi va qonuniyatlar ustida tafakkur qilishga chaqiriq bo'lganligini ko'ramiz. Hatto Qur'oniy bayonlarning mazkur haqiqatlarni bayqashni aql egalarining mashg'uliyat va majburiyat doirasidagi ish qilib ko'rsatganligini ko'ramiz. Qur'on Karim bu haqda aytadi. Sizlar ko'rmadinglarmikin Allah qanday qilib 7 osmonni birining ustida birini qilib yaratdi. Ayni ularda, ya'ni dunyo osmonida nur qildi, kunni nur chaqquchi chiroq qildi. Nuh surasi 15 va 16 oyatlar. Inson biz uni ilgari yo'qdan bar qilganligimizni aslamamdi. Maryam surasi 67 oyat. Ular osmonlarning va zaminning saltanati ustida Allohning yaratgan maxluqotlari o'zlarining ajri yaqinlashadiganligining mumkinligi ustida fikr yurgizmamdi. Yunus surasi 185-oyat. Ular qaramamdiki tugilar qandoq yaratildi, osmon qandoq egiz qilindi, tog'lar qandoq turg'izildi, zamin qandoq yeyitildi. G'oshiya surasi 17-oyatdan 20-oyatlargacha. Ular osmonni qandoq to'riksiz barpo qilganligimizga, uni yulduzlar bilan beziganligimizga, uningda hech qanday yo'chiq yo'qligiga qaramamdi. Yer yuzini to'g'risiga va uznisiga so'zib keng yaratdik. Yer yuzida uning tavrab ketmasligi uchun tog'larni qildik va uningda turli chiroyli o'simliklarni o'stirdik. Qaf surasi 6 va 7-oyatlar. Shubhasizki Qur'oniy dalillariga ko'ra koinotning paydo bo'lganligi, uning yaratilganligi va uning bir kuch-qudratning namunasi ekanligi haqiqat bo'lganidek, uning muntazam qonuniyatlar bilan qonuniyatlanganligi haqiqatdir. Mana bu bizga kengri ketgan bu koinot olamini yaratgan kuch-qudrat egasining borligini bildirib qolmay, uning yana tangdarsiz ustunlikka, tag yetkusiz hikmatga ega idora qilguvchi ekanligini ko'rsatib berdi. Imom Faxruddin Razi aytadi: "Bilginki, osmon va zaminning har qaysi qurilmalari ustida tekshirish olib borgan kishi koinotning eng munosib, eng to'g'ri yo'nalishda bino qilinganligini, eng afzal va eng puxta tartib bilan tartiblanganligini bilalaydi. Sog'lom aql shuningga guvohki, mavjudlikning bu xil ravishda bor bo'lishi faqat va faqat hikmat bilan o'rinlashtiruvchi va mutlaq bilim egasi bo'lgan bir idora qilguvchi orqali yuz beradi. Darvaqa ushbu yo'nalish koinotning xudosi borligini dalillaydi. Qur'on Karim Allohning olamni qonuniyat bilan yaratganligini va har shayni tartib bilan puxta qilib yaratganligini keskin va aniq bayon qilgan bo'lib, Qur'on Karim yaratish va yaratganni tartiblik hamda kamkutsiz asosida puxta qilishning qudratli Allohning fe'li ekanligini, ya'ni buning yaratquchida tepilish kerak bo'lgan sifatlardan ekanligini muayyanlashtirib mundoq deydi. Allah 7 osmonni birining ustida qilib yaratdi. Mehribon Allohning yaratishida hech nuqsonni ko'rmaysan. Sen osmonlarga takror qarab baqqinki, biror yo'chiqni ko'ramsan. Andan sen yana 2 qatam qaragan. Ko'zing osmonlarda biror nuqsonni tepishdan umid uzgan va talg'an holda qaytadi. Mulk surasi 3 va 4-oyatlar. Allah hamma narsani yaratib, uninga munosib o'lchamni bekitdi. Furqon surasi 2-oyat. Allah haqiqatan har bir narsa uchun muayyan o'lcham belgiladi. Talaq surasi 3-oyat. Tog'larni turg'un holati deb o'ylaysan, halbuki ular bulutdek harakatlanib turdi. Bu hamma narsani puxta yaratgan Allohning hunuridir. Naml surasi 88-oyat. Biz haqiqatan hamma narsani o'lchamlik yaratdik. Qamar surasi 49-oyat. Qandaq bir narsa bo'lsin, uning xazinasi bizning dargohimizdadir. Biz uni faqat ma'lum miqdorda tushiramiz. Hijr surasi 21-oyat. Qur'on Karim yaratilgan hech bir shayning qonuniyat sirtida emasligini ilgari surish bilan birga, bularning hech birining hikmatdan xoli emasligini, buning bir haqiqat ekanligini jakarlaydi. Imom Faxruddin Razi Qur'ondagi
Allah osmonlarni va zaminni haq asosda hikmat bilan yaratdi degan oyatga bergan tafsirida oyatdagi yaratishni haq asosda, ya'ni bil haqq deyish orqali hikmatga, haqiqatga bog'lashdagi sababni bayon qilib mundaq deydi. Jazmanki, koinotga nazar selish orqali osmon zaminning yaralganligini va buni yaratquchining Alloh ekanligini bilib, o'sha bu haqiqatga noil bo'lgan hidoyatmand bir kishi faqat bu bosqichlarda to'xtab qolmaydi, balki u osmon zaminning puxta va mustahkam holatda yaralganligiga tan beradi. Mana bu mazkur oyatdagi bil haqq so'zida ko'zda tutilgandir. Chunki mustahkam ravishda bo'lmagan narsa buziladi, qardan chiqadi, natijada u haq bo'lmay batil bo'lib ketadi. İnsan osmon zaminning puxta yaralganligini bilganida deydi-ki, darvaqa bu Xudo haqiqatan yaratishida mukammal qudrat egasi ekan. Uning bu qadar puxta yaratganiga qaraganda u shaksiz hammani biladigan olim ekan. U yana deydi-ki, uning bilish doirasidan osmon va zamindagi mavjudotlarning eng kichik juz'ilari chetda qolmaydi ekan. Mavjudotlarning butun juz'ilari uning bo'lgan ekan, barcha mavjudotni yig'ishmi uningga ta'sir kelmaydi ekan. Demak, bu Xudoning qabrlardagi tirildirishimi, payg'ambar avatishimi mumkin ish ekan. Albatta, buni bilgan inson Allohning yakka yeganiligini biladi. Chunki Xudo bir qancha bo'lganida osmon zaminning tartibi buzilgan, bekor bo'lib ketgan bo'ladi. Albatta, osmon va zamin ko'rayotganimizdek aynan mavjud. Mana bu asosda Xudoning barcha mavjudotni eng muntazam qonuniyatlar asosida yaratganligiga bo'lgan komil iymon mazkur inson qalbiga o'rnaydi. İmam İbn Qayyim al-Javziy aytadi: kishi navoda hech bir imorat bo'lmagan biror qaqaslikdan o'tib, keyin u yerda bir tamning qo'pirilganligini ko'rsa, jazmanki buningdan u qo'pirilgan tamning qurg'uvchisining borligini biladi. Biz zamindan iborat tayyorlangan qarorgohga, egiz bino qilingan osmoniga boqayli. Ajaba kishini hayron qoldiruvchi qurilishlar, hikmatli ravishda ishlab ketayotgan qonuniyatlar yaratquchining mavjudligini ko'rsatmasmi? Muhaqqaqki Qur'on bizga yaratishning nuqul yo'qdan bar qilish bilan kifoyalanishdanmi buyuk bir ishni, ya'ni intizom, o'lcham, qonuniyatlarni bayon qilayotgan ekan. Albatta, bizning intizom va tartibning shakllanishi uchun kerakli omillarni bir ko'rib o'tishimiz va bu asosda Qur'onning koinot hodislaridagi, tabiat olamidagi va insonlar dunyosidagi tartib, intizomlarga doir ilohiy bayonlarga nazar solib ko'rishimiz masalani yanada inchki nuqtalarga qadar bilishga bo'lgan qanoatimizni cho'nqurlashtiradi. Undaqda bir intizom yoki tartibning shakllanishi va yoki bir murakkab qonuniyatga ega qurilmaning shakllanishida qanday shartlar hozir bo'lish kerakligini ko'rib o'tayli. Darvaqa bir muntazam qurilmaning borliqqa kelish uchun aqalli taqdirda tuvandagi shartlar hozir bo'lish kerak bo'ladi. Birinchi, tartib va intizom bo'lish uchun eng avval qurilmaga kerakli barliq materiallar tal bo'lish kerak. Alayliq bir qasrning putib chiqish uchun cho'qim xish, qum, sement, temir qatorliq unuga ketarlik har turli qurilish materiallarining tal bo'lishi shart qilindi. Ikkinchi, yuqoriqilarning hammasi birli vaqtda tal bo'lishi kerak. Qasrning qurilmasida mazkur materiallar hammasi birli vaqtda tal bo'lmaganida qurilish to'xtaydi. Tartib va muntazamlikdan eg'iz echish asla mumkin bo'lmaydi. Uchinchi, munosib o'rin hozirlanish kerak. Alayliq binoning putib chiqishida xish bir shaharda, sement bir shaharda tepilgan taqdirda qasrning putib chiqishidan gap etish mumkin bo'lmaydi. Cho'qim hamma materiallar tal bo'lganida hammaning birli vaqtda va bir o'rinda mavjud bo'lishi shartdir. To'rtinchi, moslashish bo'lish kerak. Keraksiz har qanday materialning binoning qurilishiga sarf qilinishi qurilmadagi barliq tartibning buzilishini keltirib chiqardi. 5. O'lcham dal bo'lish kerak. Masalan, tamg'a ichilgan dariza o'rni bilan yasalgan darizaning o'lchami bir-biriga uyg'un bo'lish kerak. Tamg'a ishlatilgan sement miqdorimi o'lchamdan ziyoda yoki oz bo'lmasligi kerak. 6. Qurilish tartibiga rioya qilinish lozim. Masalan, binoning avval o'lini qopirish, ondan uning ustiga qadamma-qadam qurilish olib berish degandek tartib bo'lmaganda qurilish amalga oshmaydi. 7. Yasanishdagi g'oyaga xizmat qilishga yaraydigan bo'lish kerak. Masalan, mexanik soatning qurilmasini olib aytsak, soatning shakllanishiga ketarlik butun parchalarni aynan holda tegishli o'rniga bekitib, uni bir soat tusiga olib kelish mumkin. Ammo bu yetarli bo'lmaydi. Balki u cho'qim kutilgan g'oyaga xizmat qila oladigan bo'lishi, aylanishni to'g'ri o'lchamda ishga oshirishi, vaqtni to'g'ri ko'rsatib berish lozim. Xuddi shuningdek, bir hujayraga ketarlik a'zo qurilmasi va to'qilmalarni tajribaxonada shakllantirib chiqish mumkin. Ammo uning xizmatga yaraydigan bo'lishi va hayotiy faoliyatlarni o'rindish uchun cho'qim oldi bilan uningda hayotliq bo'lish lozim. Mana bu bir qator shartlar har qanday bir qurilmaning muntazam holatda barliqqa kelish uchun ketarlik bo'lib,
biz mayli ustunki olam qurilmalariga diqqat qilayli, mayli tabiat hodislariga nazar tashlayli va yoki o'zimizning ichki qurilmamizga nazar solmayli, hammada bir tartibning, intizomning, inchki o'lchamning, qonuniyatning mavjudligini ko'rib yetamiz. Albatta, bu atizmchilarning tasaddibilik haqidagi safsatlarini intayin dogma va tutuq bo'lgan atalmish tabiat tang'irchiligi haqidagi fantaziyalarni tubdan inkor qiladi va asli haqiqatni yana mujolatadi. Tuvanda biz koinotning har qaysi tabiqalaridagi intizom va hikmat alomatlari haqida qisqacha tanishib o'taylik. Birinchi, falak olamidagi intizom. Mayli planetlarning o'rinlashishi va yoki planetlarning bir-biriga so'qilmay o'z o'qida va belgilik doirada davr qilishi bo'lsin, yoki mazkur shaylarning harakat va xususiyatlarida bo'lsin, navbatda koinotda muntazam qonuniyatning hukm surayotganligi shaksiz masala. Yana kelib, mazkur qonuniyatning ularni muntazam shaklda tutib turayotganligi, kontrol qilayotganligi dindimi, ilm-pandimi shak qilinmaydigan masalalarga aylanib bo'ldi. Yana kelib, osmon jismlarining navbatdagi qurilmada bo'lmaganida hamda navbatdagi tartib va qonuniyatga beqinmaganida yer sharida hayotlikdan so'z etishning mumkin bo'lmaydiganligi olamshunoslarning, tabiatshunoslarning talay bayonlarida tilga ilinib kelmoqda. Biz qonuniyatni bayqashni Xudoni inkor qilishdagi bahonaga aylantirib olgan, qonuniyatlik olamga o'sha bu qonuniyatni kim bekitgan degan savolga samimiy javob anglashga jur'atkorlik bilan dadil pozitsiya bildirolmaydigan atizmchilarga qarshi holda qonuniyatlarni bekituvchi kim? Mundaqcha aytganda, shay'lar vujudga kelganda uni qonuniyatlik qilib yaratgan kim degan savolni tashlamay tura olmaymiz. Qur'on ana shu savollarga nihoyat keskin javob bergan bo'lib, Qur'on Karim har shay'ining lohiyalik, o'lchamlik, muntazam qonuniyatlik yaralganligini va buni yaratquchi va bekituvchining Alloh ekanligini ko'rsatib o'tadi. Jumladan ustunki olamni mushu doirada. Qur'on bu haqda mundaq deydi: Alloh 7 osmonni birining ustida qilib yaratdi. Mehribon Allohning yaratishida hech nuqsonni ko'rmaysan. Sen osmonlarga takror qarab boqqinki, biror yuchuqni ko'ramsan. Andan sen yana 2 qatim qaragan. Ko'zing osmonlarda biror nuqsonni tepishdan umid o'zgan va talgan holda qaytadi. Mulk surasi 3 va 4 oyatlar. Allah hamma narsani yaratib, uninga munosib o'lchamni bekitdi. Furqon surasi 2 oyat. Osmonda burishlarni, yenib turadigan chiroqni, ya'ni kunni va nurliq oyni yaratgan Allohning barakati buyukdir. Allah o'zining qudratini aslamoqchi bo'lganlar yoki o'zining ne'matiga shukr qilmoqchi bo'lganlar uchun kecha bilan kunduzni almashib turadigan qilib berdi. Furqon surasi 61 va 62 oyatlar. Sizlarni kechada aram olsin, kunduzda hayotlik yo'lida harakatlanib, Allohning fazilini talab qilsin va Allohning ne'matlariga shukr qilsin deb, sizlar uchun kecha bilan kunduzini yaratishi Allohning rahmatidandir. Qasas surasi 73 oyat. Yuqoriq oyat haqida doktor Abdul Aziz mundaq deydi: Ba'zilar kecha kunduzning almashini yer sharining o'z o'qida davomlashtirgan harakatining natijasi. Shunga bu xil hodisani koinotdan ayrim boshqa bir yaratquchiga, ijodkorga bog'lashga ehtiyojimiz yo'q. Chunki koinot hodislari o'zligidan hukm surguchi qonuniyatlarga mos holda yuz berdi deyish mumkin. Ammo bizning yana so'rog'imiz keladi. Ajaba kecha va kunduzning almash faoliyatidan kelib chiqayotgan yer sharining bu harakatini qaysi sababga tavallantirishimiz lozim? Acaba koinotdan so'rab olib ketayotgan bu qonuniyatlarni kim bekitgan? Acaba bu ishlar oxirga berib mazkur qonuniyat tartiblarini barliqqa keltirguchiga, o'rnatquchiga berib taqaladi-ku? Qur'on Karim yana osmon jismlaridagi qonuniyatlik harakat va inchki qurilma haqida to'xtalib mundaq deydi: Allah bütün ayıp nuqsonlardan pakdir. O bütün shay'larni jub yaratdi. Zamindan o'nib chiqadigan narsalarning, ularning o'zlarining va ular bilmaydigan narsalar, ya'ni ajoyib maxluqlarning hammasining jubti bor. Ularga Allohning qudratini ko'rsatadigan bir alomat kechadan iboratki, uningdan kunduzini ayirib etimizda, ya'ni kunduzning nurini yo'q qilib etimizda, ular nagahan qorong'uda qoladi. Kun belgilangan joyga qarab sayr qiladi. Bu g'olib hammani bilguchi Allohning oldin ala belgilagan ishidir. Ayga sayr qiladigan manzillarni belgiladik. U oxirgi manzilga yetib borganda xurmining qurib qolgan shexiga o'xshash bo'lib qoladi. Kunning ayga yetib olishi, ya'ni ikkisining jam bo'lib qolishi, kechaning kunduzidan eshib ketishi, ya'ni vaqti kelmasdan kunduzning o'rnini olishi mumkin emas. Har biri falakda o'zib turadi. Yasin surasi 36-oyatdan 40-oyatlargacha. Yuqorqi oyat haqida Alloma Sha'raviy mundaq deydi: Quyosh, ay va yulduzlar shunchalik inchki hisob bo'yicha harakatlanib turadiki, million yillar mobaynida quyoshning chiqishi biror sekund kechikkan yoki ilgari surilib qolgani yo'q. Aymi ham o'zining davr qilishida, yulduzlarmi o'z harakat faoliyatlarida ham shundoq. Haq Taolo bu haqda
kunning oyga yetib olishi, ya'ni ikkisining jam bo'lib qolishi, kechining kunduzdan eshib ketishi, ya'ni vaqti kelmasdan kunduzining o'rnini olishi mumkin emas. Har biri palakda o'zib turadi deb xabar bermoqda. Demakki, mazkur jismlarning hammasining besib o'tadigan muayyan manzillari, sayrgohlari bor. Hammasi Xudoning izni bilan bo'ladi. Butkul insoniyat bir bo'lgan taqdirdami quyoshning chiqishini sekund kechiktirishga yoki oldiga surib etishga va yoki yer sharining harakatini to'xtatib etishga va yoki osiltib etishga qodir emas. Natija shuki, koinotning puxta qonuniyatlarganligi yaratquchining inchika va mahoratli ekanligiga, buyuk va qudratli ekanligiga dalildir. Allama Muhammad Ali Sabuni koinotdagi qonuniyat va intizom to'g'risida kelgan oyatlar haqidagi tafsirida mundaq deydi. Darhaqiqat inson ko'zini qayoqqa tikmasin Allohning ajoyib qudrat mo'jizalarini ko'radi. G'oyat zo'r jismlarni, kangri ketgan osmon jismlarini o'z ichiga olgan bu falak olamini ilib aytsaq, u nihoyat keng ketgan bo'shliqda davra qilib turadi. Davra qilishda bir yulduz yana bir yulduzga so'qilib ketadigan, bir galaktika yana bir galaktikaga petib ketadigan ish bo'lmaydi. Quyosh sistemasini ilib aytsaq, o'mi shunchalar cho'nglikda bo'lishiga qaramay, koinotga nisbatan go'yo okeanning bir tomchi suyidimi kichik qismini tashkil qiladi. Chunki koinot haqiqatanmi bakkangri. Uning doirasi faqat Xudoga ma'lum. Shunga Qur'on Karim inson nazarini doim degidek osmonning yaratilishi ustida izlanishga tortib keldi. Biz yashayotgan yer sharini ilib aytsaq, yer sharidan iborat bu qarorgoh yulduz va boshqa samon yo'li sistemasiga nisbatan bir tal zarraning yoki bir tal changning o'rnida. Agar yaratgan zot koinotga intizom o'rnatmaganida edi, yer shari allaburun bu keng ketgan bo'shliqda to'zib ketgan bo'lardi. Ammo hikmatlik va tadbirkor Xudo yer sharining ajoyibliklariga to'lgan bu koinot bilan bo'lgan bog'lanishi va munosabatiga intizom o'rnatdi. Quyosh bilan yer shari orasiga belgilik musofa bekitdi. Shung yer shari quyosh bilan tang harakatlanib tursimi, ammo u Xudo o'rnatgan belgilik musofadan halqib ketmaydi yoki quyoshga yaqinlab solmaydi. Navoda quyosh bizga navbatdagi belgilik musofaning 10 dan 1 miqdorda yaqin bo'lib qolganida edi, yer shari allaqachon bir parcha ko'mir parchasiga aylanib bo'lgan, yer sharidagi jismiy shaylar uning bilan qo'shilib kuyib tukkan bo'ladi. Navoda quyosh bizdan navbatdagi belgilangan musofaning 10 dan 1-chilik miqdorda yiroqlab ketganida edi, yer shari ishidagilar bilan qo'shib to'nglab ketib qolgan bo'ladi. Mana bu xil intizomchanlik va muvozanat darvaqa inson, hayvonot va o'simliklar orasidagi munosabatlarda mavjud bo'lib, bulardami Xudoning ajoyib qudrat namoyandalari bor. Bu xususda doktor Abdulaziz mundaq deydi. Shubhasizki bu qadar puxta va mustahkam ijod dunyoni umumyuzlik qoplagan ajoyib zo'r intizom, har bir cho'ng kichik shaylarga qadar astoydil ko'ngil bo'lishlar faqat va faqat mukammal bilim, hikmat va tadbir egizidilla yuz berdi. İnsan mazkur shaylarga baqqanida jazmanki bu ajoyibotlar uni mushu olamni yaratib, uni haqiqiy ma'nodagi o'z kontroliga olgan, uning ishlarini idora qilgan, olamlarning rabbi bo'lgan yaratquchi, idora qilguvchi, mutlaq bilguvchi va hikmat bilan ish olib borguvchi zot tarafga yetaklamay qolmaydi. Mana bular falak olamida belgilash, tartib, intizom va qonuniyatning mavjudligi va buning o'rnatquchisining Alloh ekanligi haqidagi bir qism Qur'oniy bayon o'rnaklaridir.